Assalomu alaykum. Azizlar, bu bola mencha san'atkorlarni maqtovlar ekan deb gapirishlar ham mumkin. Maqtaydiganni maqtayman. Maqtamaydiganni indamay qo'yaveraman. Shunaqa gaplar, akalar. Hozir bizdan juda ham eski hofizman. Yoshligimdan tanib yoniga borganman. To'g'ri gapda, ustoz meni olib yuring deb. Ama yo'q demagan, bir og'iz gapirganman, yo'q demagan, bo'ldi degan. O'zimizni Hamza shaharchasidan hozir mana tinchlik shaharchasi bo'lib ketdi. Oldin Hamza deydilar edi. Farhod akam bor rahmatullayib. Shu inson juda odamiylik, zo'r bola. Hozir qo'shiqchilar bir-birini qo'shiqlarni sutga berib aldaqib yotishibdi. Bu odamni qo'shiqlarini nechtasini yetishvordi-yu, ishi ham yo'q. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda Oxun akani haqiqiy shogirdi mana shu odam. So'ranglar, bilgan eski san'atkorlardan so'rab bilib ko'ringlar. Oxunjon Madaliyevning haqiqiy shogirdlaridan kim biz rayonda desalaring, o'zi xalq ham biladi. So'rashdan ham mabodo bilmaydiganlar so'rasalar Farhodjon akam bor, rahmatullayib degan. Madaliyevni narsalarini mana eski qo'shiqlarini chiroyli qilib, yangicha talqinda ijro qilib Instagramlarda, Telegram, Facebook, YouTube'larda chiqish qilyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu yoshlari misol 70-yil shu odam. Mana intilib yashayapti-da, odam intilish kerak-ku, har narsaga yaxshi niyat bo'lish kerak. O'zi niyati yaxshiligi, intilishidan yaxshi odamligi ma'lum emasmi? Bo'lmadi, biz san'at deb u bo'lmaydigan odamniki bo'lmaydi. Bizga Qobil tog'am rahmatli aytardilar. Xudo rahmat qilsin, ilohim oxiratlari obod bo'lsin ustozni. Bolam intilaverasan, qo'shiq qilaverasan, qaysidir bitta qo'shig'ing el xalqqa manzur bo'lib, birpasda seni tanib odamlar el xalqni nazariga tushasan deb shuna deyishardi. Alloh rahmat qilsin. Shuning uchun gapni qisqa qilaman. Farhod akamdimda hayotiga qarab turib, havas qildim-da shu insonni. Mana izlanib, mana hozirgacha izlanib, o'zini ustida ishlab, harakat qilyapti, to'yga boryapti mana shu odam. Bo'lmaganda misol hech 10 kunda ikkita to'yi borda shu odamda hozir. Nimaga izlanyapti? El xalqning ko'ziga yaxshimi, yomonmi zato ko'rinyapti. Duo qilib qo'yasizlar shu insonni. Ustozim umrlari uzoq bo'lsin, baxtimga ilohim. Sog' bo'linglar. Barcha san'atkorlarni yaxshi ko'ramiz. Hammalaringga omad, baxt, saodat tark etmasin. Xalqimiz tinch bo'lsin.